Ham uchastkaga o'zingizlar bitta baho beringlar-da. Shunaqangi vid berib qo'yishibdi. O'zi 1,5 sotuv maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin kamida 3 sotuv uchastkaga o'xshaydi, chunki oldida ko'cha taraflama katta zaxva joylariga ega, kamida 4 ta 5 ta mashina qo'yib, chiroyli детский площадкаlar qilib qo'yish mumkin. Ya'ni biz Qo'ylov 5-massiv ro'parasidagi keng makon mahallasiga kelganmiz. Tuman bo'yicha Sergeli tumaniga kiradi. 1,5 sotuvlik mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Bunaqa uchastkamizdan 3 ta qurilgan, 2 sotuvlisi ham bor, fasadlar katta-katta qilingan. Bu uchastkamiz o'zi sotilgan, faqat planirovkasini ko'rsatib beraman. O'zingizlarning vkus bo'yicha kenglarini, aboy va eshik ranglarini o'zlari tanlab berishadi. Uyimizdan ichkaridan ko'radigan bo'lsak, birinchi etash mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi. Chap qo'lda kuxnyani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Bundan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzi bilan birga bo'ladi. Plus yana bitta umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, mana shunaqa chiroyli zina va hol bilan boshlanib, uni o'zida 3 ta yotoqxona joylashgan. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuz bilan birga bo'ladi. Bolalar yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda, plus yana bitta umumiy sanuzilga ega. Binoning tegi podvoli ham yaxlit ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, planirovkalar juda ham zo'r. Uchastkamizning narxini $152,000 deyapti. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib bo'ladi. Ham uchastkaga o'zingizlar bitta baho beringlar-da. Shunaqangi vid berib qo'yishibdi. O'zi 1,5 sotuv maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin kamida 3 sotuvli uchastkaga o'xshaydi, chunki oldida ko'cha taraflama katta zaxva joylariga ega, kamida 4 ta 5 ta mashina qo'yib, chiroyli детский площадкаlar qilib qo'yish mumkin. Ya'ni biz Qo'ylov 5-massiv ro'parasidagi keng makon mahallasiga kelganmiz. Tuman bo'yicha Sergeli tumaniga kiradi. 1,5 sotuvlik mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Bunaqa uchastkamizdan 3 ta qurilgan, 2 sotuvlisi ham bor, fasadlar katta-katta qilingan. Bu uchastkamiz o'zi sotilgan, faqat planirovkasini ko'rsatib beraman. O'zingizlarning vkus bo'yicha kenglarini, aboy va eshik ranglarini o'zlari tanlab berishadi. Uyimizdan ichkaridan ko'radigan bo'lsak, birinchi etash mana shunaqa chiroyli zinalar bilan boshlanadi. Chap qo'lda kuxnyani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Bundan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzi bilan birga bo'ladi. Plus yana bitta umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, mana shunaqa chiroyli zina va hol bilan boshlanib, uni o'zida 3 ta yotoqxona joylashgan. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta katta yotoqxonasi alohida sanuz bilan birga bo'ladi. Bolalar yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda, plus yana bitta umumiy sanuzilga ega. Binoning tegi podvoli ham yaxlit ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, planirovkalar juda ham zo'r. Uchastkamizning narxini $152,000 deyapti. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib bo'ladi. Ham uchastkaga o'zingizlar bitta baho beringlar-da. Shunaqangi vid berib qo'yishibdi.